Hop, bizada o'zgaruvchan va o'zgarmas tok. Nima uchun biz o'zgaruvchan tokni olamiz? Va 220 o'zimizning hayotimizda asosan 220 o'zgaruvchan tokni ishlatamiz. 220 volt 50 Hz AC qilamiz. Nima uchun? Buni bilish uchun bu narsa bo'yicha ko'p sporlar ketgan, talashuvlar bo'lgan. Nima uchun o'zgaruvchan tok, nima uchun o'zgarmas emas, to'g'rimi? O'zgaruvchan tok yangi chiqqan bitta narsa qaranglar. Ohm qonuni. Bunga ko'ra tok teng U bo'lingan I. U bo'lingan R. Endi bu yerda I teng tok kuchi, U teng kuchlanish, R teng qarshilik. R teng qarshilik. Uchta kattalik bor. Umuman butun sayyorada elektronika sohasida 3ta eng asosiy ishlatilgan kattalik bor. Bular tok kuchi, kuchlanish, qarshilik. Qolgan hamma narsa mashina atrofida to'planadi, yig'iladi. Eng asosiy qonunlarida ishlaydigan narsa mana shu ohm qonuni bor. Ohm qonuni bilmagan odam uyda o'tirsa ham bo'ladi. Mana shuni yozib olamiz va darsni davom ettiramiz. Bo'ldi, yozib oldik. Endi qarang. Bu yerda I tok kuchi, kuchlanish va qarshilik. Biza tok kuchini topishimiz uchun U bo'lingan R bo'lishimiz kerak. Kuchlanish bizada necha volt? Rozetkada 220 volt. 220 volt. Endi I ga topish uchun tok kuchi bizada anaqasini berib ketibman, amperda o'lchanadi. Kuchlanish volt. Qarshilik ohmda. Hop, 220 volt qarshiligimiz bizada noma'lum. Qarshiliga noma'lum. Buni o'rniga biz bitta sim olamiz. Xo'sh, eksperimentga qanaqa sim olamiz? Mana shu sim, bu spiralarda quyosh paneli bor-ku, quyosh paneli emas. Обогреватель quyosh deydi. O'shaning spiral simi. Buni qarshiligini topib olamiz. 2000 ohmga qo'ydim. Bu uchidan bu uchiga tekkizaman. 10 ohm ko'rsatyapti. Ko'rasizmi? 10 ohm. Endi mana shu narsani, mana shu simni men zetga tiqaman. Zetga tiqqanimda zetga tiqqanimda menda qancha tok kuchi oladi? 10 ohm. 220 ni 10 ga bo'lsak necha? 22 amper. Ko'rasizmi? 22 amper tok yeyapti. Endi biza tokni topib oldik, to'g'rimi? U bizada bor edi. Biza berilgan nagruskani qarshiligini o'lchab, biz tok kuchini topdik. Endi tok kuchini topdik, bizada kuchlanish bor. Quvvatni topamiz. Quvvatniki P deyiladi. P teng bu quvvat. Quvvat bizada vattda o'lchanadi.
watt. Endi buni formulasi bor. P teng U ko'paytirilgan I. U ko'paytirilgan I. U ko'paytirilgan U bizlar necha? 220. 220. I qancha bizda? 22. 22 teng ko'paytirsak qancha bo'ladi? Qo'z kalkulator. 4888. 4888. Yo'q, 8 bo'ladi. Ha? 4880. Watt. Buni kilovattga o'girsak teng 8 kilovat bo'ladi. 8 kilovat bo'ladi. Endi qaraylik. Biza mana o'qishlanishni mощность topdik. Счетчикda bilasizmi, vattda o'lchanuvini? Счетчик показанияsi. Videoga. Да. Vattda o'lchanadi. 1 vatt teng bizdagi tekda 300 so'm. Deb aytay, 300 so'm. To'g'rimi? Примерно, может 600 so'm shart, может 700 so'm shart. Endi qaranglar. Mana simni shunda 220 voltga tiqib tursamda 1 soat. 1 soatda menda mana 8 kilovat yeydi. Mana 1 kilovat deylik. 1 kilovat. Endi men shuni tiqib turman, 1 soat tiqib tursam, qancha pul jazada tushuvchi? 8 ko'paytiraman 300 so'mga. Hisoblaymiz. Necha? Man 490. Endi bu 1 soatda, to'g'rimi? 1 soatda. Men buni 1 sutka ishlatdim. 1 sutka tiqib turdim. Bu degani qancha degani? 1440 da ko'paytiramiz 24 ga. Bundan 560. 14560 so'm. To'g'rimi? Biza 1 sutkaga hisobladik. Sutka. To'g'rimi? Ya'ni biz o'sha kichkina simimiz 1 sutkada 14,5 ming pul yeydi. 1 sutkada. Endi bundan 10 ta bo'lsa-chi, 20 ta bo'lsa-chi. XX qo'yib ketaveradimi? Bizda hozir sendan meni o'zgarmasdi uylandik. Undan keyin 250 ga AC'yi bitovoyda 10 qonida qanday ishlashini ko'rdik. 10 qonidan sirasi quvvatda ishlashini ko'rdik. Bu narsalarni o'tishimdan maqsad
biza erta o'zgaruvchi va o'zgarmas tokda nima uchun plyus va nima uchun minus borligini bilishimiz uchun, aslida bilishimiz uchun mana shu narsalar kerak bo'ladi. Tushundira oldimmi? Mana shu narsalar kerak bo'ladi. Endi sizlarga vazifa. Jazoni bu sizlarga ham vazifa. Xo'p, 250 Hz AC ohm qonuni. I ko'paytirilgan I barobar U bo'lingan R. Bu birinchi formula. Ikkinchi formula P teng U ko'paytirilgan I. Mana shu formuladan foydalanib sizlarga vazifa beraman. Birinchisi bizada U 220 volt. Yer qarshilik bizada 2000 ohm. 2000 ohm. I'ni topish kerak. I yo'q. Keyin P ni topish kerak. Bu bizada watt chas bo'ladi. To'g'rimi? Buni topsak 1 soatda qancha quvvat yeyishini bilamiz, to'g'rimi? Keyingi masala buni sutkaga chiqaramiz. Sutka. 1 sutkada nechta qancha watt kuchlanish, quvvat sarflashini ko'rib chiqasizlar. Bu birinchisi. Ikkinchi vazifa. U teng 220 volt. R teng 150 ohm. I teng so'roq. I teng so'roq tokka biz bilmaymiz. Tokkni bilishimiz uchun biz nima qilamiz? O'nqonda foydalanamiz. Tokkni bilganimizdan keyin P'ga topamiz. Wattda keyin keyingisini bu yoqqa yozamiz sutkada. Tushunarli bo'ldimi? O'zing qilinglarmi bari matematikasini? Aslida bilgan qilasizlarmi? Bo'l bizning shogirdlar dars tushundi, o'zlari rishat qildi. Sizlar ham o'zingiz rishat qildinglar va mana shu narsani sizlardan ham kutaman. Qilib kelasizlar, keyingi darsga o'tasizlar. Bu vazifa. Bu vazifani обязательно o'zim tekshiraman. Har doim bitta-bittalar. Bu narsani bilmasdan turib, biza keyingi narsalarga o'tishimiz qiyin. Men ya'ni keyingi darslarda tushuntiryapman. Bu narsa qatdan kelyapti, nima bo'lgan bilmayman. O'shaning uchun hozirdan men shuni rishat qilinglar. Agar sizlarga bu oddiy bo'lsa, o'zingizlar xohishingizga ko'ra mana R'ni o'zgartirib, yana rishat qilib ko'ringlar. Bu erkin vazifa, asosiy mana shu ikkita men bergan vazifa. O'zingizlar kuchiga qarab, dashi yana R'ni o'zgartirib chiqarsanglar bo'ladi. Buni обязательно tekshiraman. Keyingi darslarga yana ko'ramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.